Sharq Turkistonda har soatga sarxillar va boylar xolg'anch qo'lga ilinmoqda. Onyurt romani qatorli xalqning so'yib o'qishiga muyassar bo'lgan asarlarning avtori Zo'rdin Sabirning ikki o'g'li va G'o'ljidagi tuqqanlarining 8-oktyabr kuni tutib ketilganligi ma'lum. Cho'ng o'g'li 44 yoshli Mashrab savdo ishlari bilan shug'ullanadigan bo'lib, yana bir o'g'li Shuhratning Turkiyaga borganligi bahona qilinib tutilganligi ilgari surilmoqda. Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining bosh kotibi Mustafa Turanning Sharq Turkistonda yashayotgan 70 yoshli dadisining o'tgan yili tutib ketilib, Xitoy jazo lageriga solinganligi, yaqinda salomatligi yaxshi bo'lmaganligi sababli qo'yib berilganligi, lekin oradan uzun o'tmayli vafot bo'lganligi xabar kelganligi bildirildi. Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Beijingda ko'rishdi. İki ministrining suhbatining bosh temasi yaqinda buyon orasi xeyli ichilib ketgan Amerika-Xitoy munosabati bo'lganligi ma'lum. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika prezidenti Trampning yaqinda buyon e'lon qilgan bayonotlarining ikki davlat orasidagi ishonch orasida qurilgan munosabatga buzg'unchilik qilganligini, Amerika Qo'shma Shtatlarining haqsiz harakatlariga qarshi ekanligini bildirdi. Pompeo bo'lsa ikki davlat orasida asosli bir kelishilmaslik yuz berganligini aytdi. Sharq Turkistondagi Xitoy kommunistlarining qirg'inchilikdan qochib, Qozog'istondan panohlik tilgan qozoq ayol Sayrangul Saudboy qizining panohlik talabi rad qilindi. Asli Xitoyning yig'ib olish lagerlarida o'qituvchilik tayinlangan Sayrangul bu lagerlardagi kunlarga bardoshlik berolmay, oldi bilan eri va bolalarini Qozog'istonga evatgan. Xitoy soqchilari uning pasportini musodir qilgandan keyin chegirdan qochib o'tish orqali Qozog'istonga berishga majbur bo'lgan. Qozog'iston Latin alifbasi ko'chish qarori chiqargandan keyin boshlangan bu yangi o'qish mavsumida poytaxt Ostondagi bir qism maktab va kasbiy maktablarda qozoq tili o'qitishi Latin alifbasida o'tilishga boshlandi. Nazarboyev bu yoziq islohotining davlatni zamonaviylashtirishga, chet el tili o'rganishga va internet qo'llanishga foydali ekanligini ta'kidlagan edi.